O'zbekistonning qator hududlarida yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 26 fevral uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra payshanba kuni respublikaning ko'pchilik hududlarida yomg'ir yog'adi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Usti yurtda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-2 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati cho'l hududlarida kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda ba'zida 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 7-12 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda ba'zida 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 2-3 daraja iliq bo'ladi.